Akalar bilasizlarmi, nimaga mana shu yag'i alyumin diskka chiqargan? Oldini ham, orqani ham. Sababi bu o'sha davrda, texnika безопасности deydi. Chunki alyumin tez bukiladi, mana bunaqa nikelning diskaga nisbatan alyumin tez bukilganiga bu udar oldidan zarba bo'lganda bu bukilib ketadi. Zarba kuchini kamaytiradi, ya'ni odam oldiga uchib ketishini sal kamaytirib beradi. Shu maqsadda qilingan ekan. Hozir buni usta akamiz aytdi. Keyin bu yag'ani obzorini so'raganlar, kimgadir momovi qiziq bo'lsa, mana shu родной yag'i, bu originallar singari mana oldi ingichka, orqa baloni yo'g'onroq bo'ladi, kapriroq o'zini zavodskiy balonlari, zavodskiy deyni. Bu qulflanadi, roli ham qulflanadi, xullas. Hamma yo'q родной turibdi, yulishtirlari ham. Faqat elektrooborotim yangichalar qilingan. Xullas mana shu durdona asar desa arziydigan holatdagi yag'i. Qolgan sekinlar biz bular.